Avvalambor assalomu alaykum hurmatli Guliston tuman fuqarolari. Bugun bitta yangi bankimiz tomonidan yangi mahsulotimiz kelgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 60-son qaroriga asosan bu yoshlar tadbirkorlik hamda ularning bandligini ta'minlashga qaratilgan biznes loyihalarini qo'llab-quvvatlash ajratiladigan kreditlar pasporti ishlab chiqildi o'z xalq banki tomonidan. Yoshlar bandligi bilan tadbirkorlikka jalb qilish maqsadida shu qaror chiqarilgan. Endi bu asosan bizning yoshlarimizga tegishli. Sizlarda ham nevaralaringiz, farzandlaringiz bor. Bu qanaqangi kredit qarz oluvchi kim bo'ladi? Endi qarz oluvchi yakka tartib tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanuvchi, dehqonchilik va hunarmandchilik faoliyati bilan shug'ullanuvchi, ijtimoiy soliq to'lagan hamda o'zini band qilgan fuqarolarga ajratiladi. Endi kamida 6 oydan ortiq muddat davomida faoliyat ko'rsatayotgan yakka tartib tadbirkor, dehqon, hunarmand, ijtimoiy soliq to'lab o'zini band qilgan fuqarolarga ajratiladi. Ana endi agarda korxona firma bo'latirgan bo'lsa, ustav fondining 50% yoshlar tashkil qilish kerak hamda ajratiladigan kredit davri mobaynida o'sha yoshlar 50% dan kam miqdorda ustav fondini shakllantirishdan tushmasligi kerak. Endi kredit nima uchun ajratiladi? Maqsadi nima bo'ladi uni? Sanoat, xizmat ko'rsatish, savdo, umumiy ovqatlanish, turizm, hunarmandchilik, kasanachilik, zargarlik, qishloq xo'jalik mahsulotlarini yetishtirish, saqlash hamda qayta ishlash uchun zamonaviy savdo markazlari hamda ular ishlab chiqarish binolarini qurish, yo'nalishlar tadbirkorlik faoliyatida shug'ullanish tashkil qilish va kengaytirish, modernizatsiya qilish. Boyagi bir tashlandiq binoni va olib kelib ichiga uskuna hamda jihozlarni qo'yish